Xitoy Pokiston bilan hamkorlik nomida yangi yutuq izlashga boshlagan bir vaqtda Pokiston doiralari Uyg'urlar duch kelayotgan qirg'inchilikqa sukut qilib qolmay, Xitoy hukumatining erkak qirg'inchilikni yoshirish uchun olib berayotgan strategik tashviqotiga eng aktiv moslashib bermoqda. Men Xitoy rahat deb ordu tilida so'zlayotgan bu ayol hozir gohida attaskonlik, gohida Pokiston millikimin kelgan holatda, ba'zida hatto Xitoycha qiyofatda, Pokistondagi yerlik ijtimoiy taratqularda, YouTube kanalida, hatto Facebook qatorliq ijtimoiy taratqularda paydo bo'lib, o'zini Xitoy cho'lpon deydi. U Pokiston yerlik san'at radio televiziyalarda orducha naqsha etidi. Ba'zida uning texi yerlik televiziya kanallarida lag'man, sambosa, go'shtnon va boshqa har turli taomlarni bir qo'lliq tayyorlab ko'rsatib, ammo bu Uyg'ur taomlarini ordu tilida Pokiston tomoshabinlarga Xitoy tomoqlari deb tunishtirganligini ko'rasiz. Yaponiyada yashaydigan Uyg'urlar tomonidan qurilgan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining rahbarligida Xitoyning Sharq Turkistonda sodir qilayotgan erkak qirg'inchilikka qarshi namoyish o'tkazildi. Namoyishga jamiyat a'zolari va Uyg'urlardan boshqa nurg'un yaponiyaliklar qatnashdi. Namoyishda Sharq Turkistondagi Uyg'ur erkak qirg'inchiligini tasvirlaydigan tashviqot varaqchilari ommaga tarqatildi. Sharq Turkistondagi jazo lagerlarining sun'iy hamroh rasmi ko'rsatildi. Dünya Müslüman Alimlar Birleşmesi'nin 7. növbetlik icraiya heyeti ve 5. növbetlik umumi yığını 12 Ağustos İstanbul'da ötkazildi. Dini alimlar yığında Şarkı Türkistan, şundaqla dünyanın oxşamagan meseleleri üçün İslam dünyasıga muhim çağırıq qıldı. Bu ittifaq Şarkı Türkistan ve Rohingya Müslümanları başçılıqida zulüm uçurgan xalqlarga qilingan adolatsizlik xodimi berishga chaqirdi ve xalqlarning hayati, dini, ibadet ve e'tiqodining eng asosiy erkinligi bo'lish kerakligini ta'kidladi. Xitoydagi iqtisodiy faoliyatga oid sonliq ma'lumotlar va uy-mulk kasbidagi qarz masalasi ogohlantirish signali berishga boshladi. Markaziy bankining o'sim nisbatini to'valatishiga ergishib, Xitoy pulining dollarga qarshi kursi davomli tushdi. Davlatlik istatistika idorasi o'tgan oy yoshlarning ishsizlik nisbati to'g'risidagi statistikani o'rtoqlashmadi. Yoshlarning ishsizlik nisbati tarixdagi eng yuqori bo'lgan 21,3% seviyaga yetgan Xitoyda emgak kuchi statistikani a'lolashtirish bahonasi bilan aloqador sonliq ma'lumotlarni oshkorlash to'xtatildi. Xitoy Davlat Mudofaa ministri Li Shangfu Rossiya ziyarati jarayonida yaqinqi mazgildagi harbiy soatlik taraqqiyotdan rozi ekanligini bildirdi. O'zlarining ichki davlatning qurolli kuchlari o'rtasidagi hamkorlikni taraqqiy qildirishni xohlaydiganligini bayon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Yaponiya bosh ministri Kishida Fumioning Yaponiyaning 2 dunyo urushida taslim bo'lganligining 78 yilligi munosabati bilan Yaponiyaning bir qism urush jinoyatlarining qabrisi joylashgan talash-tartishdagi Yasukuni ibodatxonasini tabib qilishni aybladi.